ayol kishi faqatgina yeb ichib kiyinmaydi yigitlar. O'zimiz ham shunday. Ba'zilari misol uchun oilang bozor qilib qo'yibman-ku, uyni qilib qo'yibman-ku, jim o'tirasan endi demaymiz. U ayolni unusga muhtoji bor, gaplashishga muhtoji bor, dardini aytishga muhtoji bor. Tushunyapsizlarmi? Oldin uni uyda akasi bo'lardi, otasi bo'lardi, ukasi bo'lardi, amakisi bo'lardi, tog'asi bo'lardi. Ular bilan gaplashardi, dardini aytardi. Endi bularning hammasi er bo'ladi. Erni mujassam bo'ladi. O'shaning uchun pulingni berib qo'yibman yoki nafaqangni berib qo'yibman, boshqani ming'ir-sing'ir qilmagin, boshqa qilmagin deyilmaydi. Chunki ma'naviy haqlar ham bor. Gapirishga muhtoj, dardini aytishga muhtoj, boshqa qilishga muhtoj. O'shaning uchun ayollar ko'p gapiradi deymiz. Faqat ko'p gapiradi, lekin uning ichida ma'naviy ehtiyojlari ham bor. O'shani olmaguncha, kechqurun ishingizdan kelib yoki o'qishdan kelib, uni albatta dardini eshitmaguncha unga hech narsa tatimaydi. U gapiradi, katta qulog'ini chizasiz. U gapiradi, boshqa keyin ko'ngli xotirjam bo'ladi.